Hurmatli obunachilar, O'rjoy bozori yonidan 2 xonali 66 kvadrat metr skvoznoy variantimiz chiqdi. Kirish qismi kirishimiz bilan chap qo'lda birinchi xonamiz mehmonxona. Ko'rishinglar bo'ladi. Bu uyimiz ta'mirlangan, patkulch holatda topshiriladi. Keyingi xonamiz oshxona. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Oshxonadan balkonga o'tishinglar bo'ladi. Balkonimizdan ko'rinadigan manzarasi. Bu uyimiz 2 xonali 66 kvadrat metr skvoznoy. O'rjoy bozori shundagina yonida joylashgan. Bu tarafda sanujelari. Ko'rishinglar mumkin. Razdelniy bo'ladi. Tualet vannasi. Remontlari qilingan, hamma sharoitlari qo'yilgan. Va oxirgi xonamiz spalni. Bemalol ko'rishinglar bo'ladi. Uyimizni ipoteka subsidiyaga xarid qilsanglar bo'ladi. Boshlang'ich to'lov hamda bir dona pasport evaziga bir kunda nomiylarga rasmiylashtirib beramiz. Batafsil ma'lumot uchun opsiyaning nomiylarga murojaat qilishingiz mumkin.